har hafta shu ishni qilmasam ko'nglim joyiga tushmaydi. Shuning uchun ertalabdan o'zimga ice coffee qilib, ozgina energiyaga to'lib oldim. Xonamni bir o't tartibga keltirib, qizlarimni shkafini sekin tartibga keltirishni boshladim. Anchadan beri taxlamayotgandim, shuning uchun juda ham bardak bo'lib ketdi. Ko'proq organizerlardan foydalanganim uchun taxlab qo'ysam, menga bir haftaga bemalol yetadi. Qizlarimning kiyimini taxlayotganimda kichkina qizim bodikchalari rosa kichkina bo'lib qoldi. Bolalarga bodiklar kiygizish juda ham yaxshi ko'raman. Bellar yopilib, hamma yoq akkuratni. Bir oydan keyin уже salqin tushadi, bolajonlarga eng uzun kiygizishimiz kerak. Shuning uchun uyga kiyishiga har xil qilib bodiklar e'tibordim. Eng sifatli bodiklar menimcha Carter's brendiniki. Katta qizimga ham ushbu brend narsalarni olganman. Sifatli bo'lgani uchun hozir kichkina qizim ham kiyadi. Kichkinamga shuncha narsa olganimda kattasiga olmasam xafa bo'lib qoladi. Shuning uchun havo salqin tushishi bilan bog'chaga beraman. Bog'chaga chiroyli qilib kiyish uchun shunaqa kombinezonchalik o'ynay oldim. Bittasini alohida qilib kiygizsanglar ham bo'ladi. Bolajonlarga eng kiyim kiygizishdan oldin yuvib dazmollash kerak. Men yuvishga eringanim uchun hammasini yaxshilab dazmollab, kiyishiga tayyor qilib, shkaflariga taxlab qo'ydim. Ikkinchi bularni hammasini ekrandagi profildan topsanglar bo'ladi.